O'zbek tili turkiy tillar oilasida turk tilidan keyingi ikkinchi, juda yirik qamrovli til hisoblanib, butun dunyodagi 50 millionga yaqin odamlar o'z ona tili sifatida gaplashishadi hamda 7000 dan ortiq dunyo tillari orasida eng ko'p foydalaniladigan tillarning 50 talik ro'yxatiga kiritiladi. O'zbekistonning dunyoga ochilishi, boy madaniyati tarixi va yuqori turistik potensiali tufayli bugungi kunda boshqa davlatlarda ham o'zbek tilini o'rganishga ehtiyoj va qiziqish paydo bo'lmoqda. O'zbek tilining davlat tili maqomini olishi hatto mustaqilligimizdan ham oldingi davrga borib taqaladi. 1989-yil 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. 34 yil oldin yagona rasmiy til sifatida qonunchilik bilan belgilab qo'yilgan. O'zbek tilini bilish, o'rganish va qo'llash biz o'zbekistonliklarning konstitutsion burchimizdir. So'nggi yillarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarlarida O'zbekiston davlati tomonining nutqlarida ham dunyoga aynan davlat tilimizda murojaat qilinmoqda. Bugungi kunda Muruntoq konida ishlab kelayotgan turli millat vakillari o'zbek tilida, o'z ona tilida gaplasha oladigan va endi o'rganib kelayotgan xodimlarimiz ham yo'q emas. Ularning millati o'zbek tilini o'rganish tarixi va davlat tili ularning hayotida qanday o'rin tutayotgani haqida gaplashamiz. Men Jurovlev Vladimir Aleksandrovich 1989-yil Navoiy viloyat Zarafshon shahrida tug'ilganman. Men Umurzoqov Fazliddin Umurzog'o'g'li 1994-yil 31-dekabrda Konimex tumanida tug'ilganman. Millatim Qoraqalpoq. Men Dilaver Enver Farhod o'g'li 1992-yil Sirdaryo viloyatida tug'ilganman. Millatim tatar. Men Hashimov Dmitriy Valeriyevich 1993-yil Samarqand viloyat Nurobod shahrida tug'ilganman. Men Mirzamuratova Saltanat Jolgaspayevaman. 1993-yil 14-mart Navoiy viloyati Konimex tumanida tug'ilganman. Millatim qozoq. Men Muhammedova Hidoyat Jo'rayevna 1986-yil 4-dekabrda Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida tug'ilganman. Millatim tojik. Men Azizov Elshad Ziyatog'li 1992-yil 19-dekabr Ozarbayjon Respublikasi Agdam tumanida tug'ilganman. Millatim Ozarbayjon. Men O'rakov Boburjon Shakirovich 1994-yil Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilganman. Millatim turkman. Men Galiyeva Anna Aleksandrovna 1985-yil 23-martda O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati Navoiy shahrida tug'ilganman. Millatim totor. Men Beshimov Jahongir Xurshidovich 2002-yil 17-iyunda Buxoro viloyati Olot tumanida tug'ilganman. Millatim turk. Navoiy kon metallurgiya kombinati markaziy kon boshqarmasida Muruntoq koni 1-sonli burgulash uchastkasida usta mexanik bo'lib ishlayman. Muruntoq konida 2-burgulash uchastkasi ishlayman. Muruntoq koni kon uskunalarini ta'mirlash sexida chilangar bo'lib ishlayman. Gamma aktivlashtirilgan tahlil markaziy laboratoriyasi xodimiman. Bosh geolog byurosida texnik geolog lavozimida ishlab kelmoqdaman. Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi bo'limida ishlayman. Yoshlar ittifoqi yetakchisiman. Geomexanika byurosi geofizik bo'lib ishlayman. Ma'muriy xo'jalik qismida xato inspektor lavozimida ishlayman. Nazorat o'lchov asboblari va avtomatika uchastkasida elektr chilangar bo'lib ishlayman. O'zbek tilini maktabda boshladim. Jo'ralar hamma o'zbek bo'ldi, qozoq bo'ldi. Keyin vatanparvar ketdim va armiyada o'shani asosda boshladim. Endi shu o'zbek tilini yaxshi tushuraman. Hamma gapiraman, hamma tushunaman. 1995-yil O'zbekiston Respublikasiga ko'chib kelganmiz. Bobom o'zbek millati bo'lganligi uchun yoshligimda o'zbek tilini o'rganganman. Maktabgacha uydagilar bilan tojik tilida gaplashardik. Maktabga chiqqanimdan keyin o'zbek tilida gaplasha boshladik. 1-sinfda o'zbek maktabiga borganligim sababli o'zbek tilini o'rgandim. O'sha vaqtdan beri o'zbek tilini o'rganib va gaplashib kelmoqdaman. Men o'zbek tilida 1 yildan beri ravon gapiraman. Bog'chaga borib o'zbek tilini o'rganganman. Men yoshligimdan o'zbek tilida yaxshi gaplashaman, chunki sababi onamning onasi o'zbek bo'lgan. Biz oilamizda o'zbek tilida muloqot qilinadi. Maktab davridan o'zbek tilida gapiraman.
Yoshlik vaqtimizdan o'zbekcha gapirishni o'rganganmiz. Qo'shnilarimiz, do'stlarimiz o'zbek bo'lgani uchun shular orqasida o'rganganmiz. Maktabga o'zbek sinfga borganim sababli o'zbek tilini o'rganib boshlaganman. 10 yoshimdan beri sportning futbol turi bilan shug'ullanaman. Asosan jamoadoshlarim va murabbiyim o'zbek bolalar bo'lgani uchun o'zbekcha gaplashib, muloqot qilib, bolalar bilan o'rganib ketganman. Dadam ham, onam ham millati rus. Otam o'zbek, onam rus millatiga mansub. Otam ham, onam ham qozoq millatiga mansub. Otam millati turk, onam millatlari o'zbek. O'zbek tilini ravon gapirishimga onam sababchi bo'lgan. Otamning millati tojik, onamning millati esa o'zbek. Otam ham, onam ham tatar. Otam totor, onam rus millatiga mansub. Otam ham, onam ham Qoraqalpoq millatiga mansub. Dadam Ozarbayjon millati, onamlar o'zbek millatiga mansub. O'zbek tilida gaplashishga o'zbekcha o'ylayman. Men o'zbekcha muloqot qilganimda o'zbekcha fikrlayman. O'zbek tilida so'zlaganimda Ozarbayjon va rus tillarida fikrlayman. O'zbekcha gapirganda o'zbek tilida o'ylaymiz. Men o'zbek tilida gapirganda tatarcha o'ylayman. O'zbekcha gapirganda o'zbek tilida o'ylayman. Tojik tilida so'zlashganda tojikcha fikrlayman, o'zbek tilida so'zlashganda esa o'zbekcha fikrlayman. O'zbek tilida gapirganimda o'zbek tilida fikrlayman va o'ylayman. O'zbek tilida o'zbekcha, rus tilida ham xuddi shunaqa o'ylayman va fikrlayman. Asosan qaysi tilda gapirsam, o'sha tilda fikrlayman. O'zbek tilida gaplashganimda rus tilida fikrlayman. Bizada uyda hamma ruscha gaplashamiz. Biz yaqin qarindoshlarimiz bilan uyda qozoqcha va o'zbekcha muloqot qilamiz. Yaqin qarindoshlarimiz bilan o'zbek va tojik tillarida gaplashamiz. Uyda va yaqin qarindoshlar bilan asosan rus tilida, ishda esa o'zbek tilida gaplashamiz. Yaqin qarindoshlarim bilan totor va rus tillarida gaplashaman. Uyda oilam bilan rus tilida gaplashamiz. Uyda o'zbekcha, ruscha, tatarcha gaplashamiz. Yaqin qarindoshlarim bilan ruscha, o'zbekcha gaplashaman. Asosan ruschada ko'proq gaplashaman, chunki rus maktabida o'qiganim uchun ruscha gaplashaman ko'proq. Yaqin qarindoshlar bilan gaplashganda qoraqalpoqcha, qozoqcha, o'zbekcha gaplashamiz. Uyda oilam bilan rus tilida gaplashamiz. Ozarbayjonga borganimda Ozarbayjon tilida gaplashamiz. Davlat tilini bilish, O'zbek tilini bizada qancha foyda borda bilishga. Ko'p narsa hamma o'zbekcha gaplashamiz. Men O'zbekistonda yashayman. O'zbek tilini yaxshi ko'raman. O'zbek tili juda mukammal til bo'lgani sababli uni har bir kishi bilishi va o'rganishi lozim deb hisoblayman. Har bir O'zbekiston fuqarosi o'zbek tilini bilishi kerak, chunki o'zbek tili davlat tilidir. O'zbekistonda o'zbek tilini bilish kerak va foydali. O'zbekistonda yashayapmizmi? O'zbek tilini bilishimiz zarur. Zero o'zbek tili davlat tilidir. davlat tilimiz o'zbek tili, O'zbekistonda yashaymiz. Ishlarda ham, hamma joyda ham ko'pincha o'zbekcha kerak. Bu hujjatlarni ham hamma narsani o'zbek tilida olib boramiz. Bu katta yutuq. Plus davlat tili o'zbek tili bo'lgani uchun bilish kerak o'zbekchani. O'zbek tilini bilish 100% kerak. Ishlarimizda ham hamma joyda kerak bo'ladi. O'zbekistonda yashagandan keyin o'zbek tilini bilish kerak. O'zbek tilini bilish kerak. 21-oktyabr Davlat tili bayrami kuni. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasi.